Hurmatli Jaluzi brend obunachilari, biz Namangandagi ishlarimizni davom ettiryapmiz. Ko'rib turganingizdek, har bitta xonasiga o'zgacha yondashuv bilan pardalar qilib berganmiz. Oxirida tushuntiraman nimaga aynan bu ranglar tanlanganini. Bu xonamizga ham narigi xona singari ranglar bir xil tanlangan. Buni sababi ikkita kelin olar ekan, shuning uchun bir xil bo'lsin dedi. Yotoqxonasi va mehmonxonasiga bir xil jaluzilar tanladik. Gilamlariga ranglarini mosladik. Hozir bu tomonda yana shu jaluzidan bo'ladi. Qish kunida sal qiyinroq bo'lyapti syomka qilish. Onam o'zi tikkan pardalar. Ko'rib turganingizdek, haqiqiy premium kачестводagi pardalarimiz. O'ttim narxlarda qilib berdik. Hamma yo'g'i o'zimizdan. Karnizlarigacha qatirdik, e'tibor beringlar. Mana shu holatini ham kegizib berdik. Har bitta detaliga e'tibor qaratib qilib berganmiz. Mana bu bonchiklari nikel. Chunki karnizimizda nikel joyi bor. Aynan shu maloshniy tagida. Bu xonamiz esa jaluzilar bilan bezatilgan. Eshiklariga popiylik qildik. Buni ham onam o'z qo'llari bilan tikib beradi. Popiylarni qo'yib, chiroyli qilib. Xudo xolasa, ko'rib turganingizdek, hammasi chiroyli chiqdi. Agar yoqib turgan bo'lsa, bir dona like tayamanglar. Qaranglar, eshigi qanaqa qulay. Eshik ochilganda ham umuman to'zib ketmaydi. Endi oshxonasi qoldi. Oshxonamiz bu yerga mokriy rang tanladik, sababi to'qroq svet bo'lgani yaxshi. Bu yerda ovqat qilinadi, shuni hisobiga. Eshik tepasiga esa oddiygina qilib berdik, chunki bu yerga bezatish shart emas, skro'niy turgani yaxshi. Plus hammasi yakunlandi. Bu yerda ham ikkita xonasiga qo'ygan edik. Endi syomka qilmaymiz. Boshqacha jaluzi va boshqacha pardalar qilgan edik. Rasmni orqali ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa uylarda yashashli kim bir niyat qilgan bo'lsa, bundan ham zo'ri nasib qilsin. Hammada ham yo'q, baribir juda ham katta joy ekan. Bizni kuzatishda davom etinglar, hurmatli Jaluzi brend obunachilari. Biz Andijonga qaytyapmiz.